O'zbekiston bo'yicha eng optim poyabzal bozoriga keldik. Bu yerdagi narx-navolar tanishtirib chiqamiz sizlarga. Necha pul aka bu? 29 ming so'm. Nechigacha aka razmer? 37 dan 41 gacha. 5 xil rangi bor ekan, ha? 5 xil, 6 xil rangi bor ekan. Bular necha pul aka? 40 ming so'm. Yengil narsa ekan, ha? Pachkaga 60 ming so'm ekan bular. Rasvetkalari bor ekan mana. Mablari 55 ming so'm ekan pachkaga. 44 gachaligi, 46 gachaligi 60 ming so'm ekan. Aka bular necha pul ekan? 34 ming. Nechigacha aka razmer? 36 Rasvetkalari bor ekan. Rasvetkalari. Necha xil aka rasvetka? Bularchi gullilari? 30 ming. Bu ham 40 gacha. Pachkaga necha pul aka bular? 29. Bularchi aka? 30 ming so'm ekan. Razmerlar qanaqa aka? Pachkaga 57 ming so'm beryapti ekan bular. Bularchi tog'a? Bular ham beraman. 57 ming ekan bular. Aka necha pul bular? 65 ming. Razmer nechigacha? 37 dan 41 gacha. Pachkaga necha pul? 38 ming. Necha aka razmerlar? 32, 36, 40, 41. Pachkaga 32 ming so'm ekan bular. Aka necha pul ekan bular? 75 ming. Materiali o'zgacha ekan. Bu bozorda O'zbekistondan polni chiqib, polni Esengi davlatlarga chiqib ketadi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hamma joyga chiqib ketadigan turkalar bor. Bizni bozorga o'xshab, o'sha kiyim-kechak bozoriga o'xshab nechta davlatga chiqsa, o'sha davlatlarga chiqib ketadi, Esengi davlatlarga. Aka bular necha pul ekan? 75 ming pul beramiz. 75 ming. 40 qachon aka bu razmeri? Ha. 36 40. Qizlar uchun tufli 60 ming so'm ekan. Sotilgan yuklar bular. Tojikiston, Dushanbe, Qozog'iston, Qirg'iziston o'sha davlatlarga chiqib ketgan.